Assalomu alaykum do'stim. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Tuzukmisan? Rahmat. Do'stim, labbay. Bir narsaga hayron qolaman. Nimaga? Har doim yonimdasan. To'g'ri? Doim sirlashamiz. To'g'ri? Ichimdagini men senga aytaman. Sen ham menga aytasan barchasini. Lekin hayron qolaman ba'zida. Nimaga? Shu meni pulim ko'pligida esingda-yu hammasi. Pulim ko'pligida do'stlarim juda ham ko'p edi. Hozir esa bitta sen borsan. Boringga shukr. Rahmat. Nimaga shunaqa ekan, ha? Nima, insonning qadri faqat pul bilan o'lchanadimi? Shunga ba'zida o'ylanib qolaman-da. Do'stim, puling ko'p bo'lsa, do'stlaring ham ko'p. Yon atrofingda vay, juda ham do'stlaring ko'payadi. Mani misol uchun ol, hozir men boyman. Lekin ishon, do'stlarim juda ham ko'p. Lekin bitta do'stim bor. Bu sen. Boshqasi bekor. Keragi ham yo'q. Ota-onang ham do'st bo'ladi senga. Aka-ukang. Ishon menga. Hayot o'zi shunaqa. Gapingga 100% qo'shilaman. Rahmat. Shuning uchun ham har doim sen meni yonimdasan, men sen yoningdaman.